Ustalar ko'pincha oshkor qilishni istamaydigan tiqilib qolish muammolarini hal qilish usullari. Birinchisi, unitaz tiqilib qoldimi, usta chaqirsangiz kamida 100 ming so'm oladi. Lekin siz buni 1 daqiqada hal qila olasiz. Unitaz cho'tkasini olib, 2 qavat qalin paketda o'rang, mahkamlang va unitazni tiqib, yuqoriga va pastga kuchli harakatlantiring. 20-30 soniya ichida muammoni hal qilasiz. Ikkinchisi, rakvinada suv tiqilib qoldimi, plastik butilkani suvga to'ldiring. Og'zini pastga qilib, rakvina teshigiga qo'ying va keskin siqing. Paydo bo'lgan suv bosimi xurlarni ochib yuboradi. Uchinchisi, dushda suv sekin oqyaptimi? Dush rozetkasini olib, uni suvga to'ldiring. Ichiga kir yuvish kukuni, soda va sirka qo'shing. 10 daqiqaga qoldiring. So'ng yuvib tashlang. Napor yana kuchli oqa boshlaydi. To'rtinchisi, krandan suv sekin chiqyaptimi, lekin filtr ochilmayaptimi? Yog'och tayoqchaga ip o'rang. U orqali filtrni og'dirib, bu uni ochish uchun qo'lbola kalit vazifasini bajaradi. Filtrni yuvib, qaytadan o'rnatasiz. Suv bosimi tiklanadi. Beshinchisi, kir yuvish mashinasi suvni yaxshi olmayaptimi? Shlangni yeching, ichidagi filtrni oling. Chirinda va axlatdan tozalang va qaytadan o'rnating. Oltinchisi, kir yuvish mashinasi suvni to'ldirib, darhol chiqarib yuboryaptimi? Demak, drenaj tizimi tiqilib qolgan. Mashinani yonboshlatib yotqizing. Pastki qopqoqni oching, drenaj blokini ajrating va ichidagi axlatni olib tashlang. Yettinchisi, konditsionerlardan suv oqyaptimi? Bir shisha suv oling, drenaj teshigiga joylashtiring. Zich qilib o'rang, misol uchun skoch bilan. Keyin butilkani siqing, butun kir va to'siq chiqib ketadi. Suv tomchilari to'xtaydi. Usta chaqirmasdan ko'pchilik muammolarga qutulishga yordam beradi. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'ying va shu kabi eng foydali va qiziqarli ma'lumotlarga har